deb bilamiz. Bugun so'zda turmayotganlar, istagancha bir-birini sotayotganlar, istagancha bir-biriga xiyonat qilayotganlar, rostidan yolg'oni ko'plar, va'daga vafosizliklar, omonatga xiyonatlar. Agar oramizda kimdir ichgani qasamlarni unutgan bo'lsa, bergani va'dalarni unutgan bo'lsa, u Allohga bo'lsin, u bandalariga bo'lsin, og'zidan bir va'da chiqqan bo'lsa, u va'daga sodiq bo'lmasa, xilof qilayotgan bo'lsa, bu hikoyani bir eslashini, qachonlardir bu dunyoda hazilagan bir qon qardoshlik, o'yin bir qasam uchun jonini fido qilishga tayyor bo'lgan insonlar yashaganini, ular so'ziga sodiq bo'lganligini eslashlarini istagan.